plus. 70 plus. Nasib xudo bergan. A plus. Xudo xolasa. EMUda sessiyalar qanaqa o'tadi? Yangi yil biz uchun erta tugagan va 5-yanvardan hamma o'qishga qaytib kelgan. O'qituvchilar hamma kurslar uchun bir hafta revision week qilib berishgan. Sessiyalar payti bizda kutubxonada nashr chiqartirish uchun odam to'lib ketadi, очередь bo'lib ketadi. Revisiondan keyin bizda, конечно, self-study boshlanadi. Ko'rib turganlaringdek, biz общежитиyaning birinchi etajiga ko'chib olganmiz. Sessiyalar tugaguncha biz ertalabdan kechgacha study zonda dars qildik. Men ikkinchi kursman va bizda 3 ta fandan finance, accounting va mikroekonomikadan imtihon bo'ldi. Ertaga ekzamen A pluslarni olib, bizlarni olib chiqarilgan. Sessiyalar bizda 12-dan 16-yanvargacha bo'lgan bo'lsa, общий general sessiyalar 20-da, уже boshqalarda imtihonlar boshlanayotgan paytda tugagan. Qancha tayyorlandik? Yarim soat birga. Biz Avengers'ni prям bemalol yozib beramiz.